Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rossiyada qiyin ahvolda qolgan oila O'zbekistonga qaytarildi. Rossiyaning Novosibirsk viloyatida og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan voyaga yetmagan bola va uning ota-onasi O'zbekiston bosh konsulxonasi ko'magida O'zbekistonga qaytarildi. Bu haqida Daryo axborot agentligi xabar berdi. Bildirilishicha, bosh konsulxona voyaga yetmagan bolaning zarur hujjatlarini rasmiylashtirish va taqdim etish bilan bog'liq barcha tashkiliy masalalarda yordamlashgan. Shuningdek, u Novosibirsk aeroportida ota-onasiga topshirilgan. Ushbu oila joriy yilning 9-aprel kuni Rossiyaning S7 aviakompaniyasi aviareysi bilan O'zbekistonga jo'nab ketgan.